Xitoydan o'zini yukini olib kelmoqchi bo'lgan tadbirkor 3 ta narsani logistika kompaniyasidan kutadi. Biz uchalasini ham taqdim etamiz. Hozir sizga aytib beraman. Birinchisi bu arzon logistika narxi. Telefon chexolmi, mikrochipmi, uskunami, faqatgina kiyim-kechak va elektromobillarni olib kirmaymiz. Qolgan tovarlaringiz bo'lsa, Xitoydan O'zbekiston hududiga olib kirib beramiz. Ikkinchisi bu sifat. Yukim urinib qolmaydimi, aynib qolmaydimi yoki yo'lda qolib ketmaydimi degan savollarni Best Logistika kompaniyasiga umuman berib o'tirmaymiz. Biz bunaqa xatoliklarni qilmaganmiz va qilmaymiz ham. Yuklaringizni bemalol bizga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Uchinchisi bu muddat. 40 kun, 50 kun, 60 kun, ba'zi bir joylarda eshitib qolganman, 3 oygacha o'zini yukini qo'lga ola olmagan mijozlar bor boshqa logistika kompaniyalarida. Best Logistikada esa 18 kundan 25 kun davomida bemalol yuklaringizni qo'lingizga olsangiz bo'ladi. Shuning uchun vaqtingizni ham, naqdingizni ham tejamoqchi bo'lsangiz, unda Best Logistika Toshkentning markazidagi ofisiga keling, konsultatsiya oling. Agar siz hozir biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va ukamiz sizga hamma narsani tushuntirib beradi.